Xohlasa mana biz katyollar ishlab chiqarishni boshladik. Mana 150 kvadratlik katyolimiz. Hali chugunlar qo'yilgan yo'q. Mana 250 kvadratlik katyolimiz bor. 3 qavatli bo'ladi. Tagi kuldon bo'ladi, o'rta garitka bo'ladi. 4 dona kitoblarimiz bor. Tagida kitob turbamiz bor. Arqa taraflarimiz mana bunaqa qurilgan. Betdan chiqqan olovni pastga berib yuboramiz. Pastdan keyin tepadan pastga tushirib, keyin tepaga chiqarib, eshikdan chiqarib olamiz. Katyollarimiz. Betda katyolimiz ham xuddi shunday. Ancha bitib qoldi. Bu yog'i diplomatli variant. Bu ham xuddi shunga o'xshagan. Pastga beramiz. Har bir olovni pastga berib, keyin tepaga chiqaramiz. Minimal hisobda issiqda ushlab qoladi-da. Issiq chiqib ketib qolmaydi bu yerdan. Bu katyolimiz ham xuddi shunday. Keyin mana bu shinniklarimiz ham o'ta baquvvat shinniklardan foydalanamiz. Qalinligi 6, choksiz. Purt qo'yamiz. Uchlik purt qo'yib yuboramiz.